Jannatiylarning bo'yi otasi Odam alayhisolamning bo'yidaqa 60 metr bo'ladi deydi. Yoshi erkaklarni 33 yoshda deyiladi. 33 yoshlilar. Ko'rib qo'yinglar yoshlarda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatiylarning surati Yusuf alayhisolamga chiroyli bo'ladi hammasiniki. Ovozlari Davud alayhisolamnikidaqa shirin mayin bo'ladi deydi. Birorta xunuk inson bo'lmaydi, birorta bir ovozi xunuk kishi bo'lmaydi. Hamma bir xil chiroyli suratda kiradi. Jannatiylarning quvvati har bitta kishiga moncha xur beriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xurlar haqida gapirsa, sahobalar, "Ya Rasululloh, kuchimiz yetarmikin?" deganda, har bitta kishiga dedi Rasululloh, 100 ta erkakning quvvati beriladi bu yerda dedi. Xijolat qilmaydi Parvardigorimiz. Chunki birodarlar, jannatda mevaga qo'l uzatishlik ish ekan u. Alloh shu problemani ham hal qilib qo'yibdi-yu, bu problemani hal qilmaydi deysizmi? Birodarlar, ana qayga intilish kerak. Ana uy quryapsiz. Qurdingiz, 30 ga kirib uy soldingiz. Necha yil yashamoqchisiz shu uyda? Chopilayotgan pulingizni qarang. Yana bir 2 yil yashaysiz. Boring 40 yil yashaysiz. 40 yil yashaganingizga 40 ming dollar sarflayapsiz. Yana bir yildan keyin u moda eskib qolyapti. Oxiratdagi yuzga qancha sarfladingiz?